Захун, assalomu alaykum. Uçurumunu anıldım. Peri sınırına degan. Uyg'urlarning nomi, davlatning nomi Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston, Ulus, uni buni. Ulus degan u o'rischa. Ulash, sana tavalliq. Masalan, uni yaxshi bilish uchun Chingizxonning kinosini ko'ringlar. Bu yerda Jo'shining ulushi buni, Chig'atayning ulushi buni, poytaxtisi buni degan so'zlar bor. Yangi masalan, nimani men Chig'atayga bermas, Samarqandni, Xorazmni. Konu poytaxtisini, Xorazmni men nimaning ulushiga berman degan so'z bor. Ulush degan so'z u burundan kelayotgan. Endi men yana takrorlab aytay. Kim Türk degan so'z Uyg'urdan burun chiqqan mandaq manbalarda bor. Yo'q deganda 3 manbani yetish kerak. Yezilgan uni buni desa, dalil qilsa, men uningga egilib 3 qatim taqsim qilib, o'zimning mana Uyg'ur deb juda ko'tarib yurganim uchun kechirim so'rayman endi Turkdan. Unda fakti yo'q. Hech kim uni Turk bilan chatashtirmaydi. Uyg'ur o'zing deganda Atatürk, Turkning otasi u. Qandoq biz bolni so'rab, otasidan oldig'i so'rab chiqishimiz kerak. Bo'lmaydigan ish. Uyg'urning kim ekanligi? Xitoy, musulmon, Yevropa ve arxeologiyalik materiallar, 4 materiallar Uyg'urning kim ekanligini da'vat. Endi uni takrorlab aytaveramiz. U ko'kunchilik qilib, birining nimasini hozir so'zim mening yetida Uyg'urcha qattiqroq paran qilsam. Biroq bo'lmaydi unda. Haqqa yalaqchilik qilib buni nimani ko'tarishning hojati yo'q. Undan o'zgat nima qilsa u? Sharqiy Turkiston davlat. Endi Sharq G'arb Turkiston degan men yozgan, yana takrorlayman. O'qinglar. Shuni bilinglar. U yerda hamma faktlar bilan yozilgan. Bu nimacha bu Sharqiy Turkiston davlat. Bir aytgandan keyin u quloq singish kerak bu. So'zni ko'paytirishning hojati yo'q. Aytildimi? Aytildi. Rozi bo'lmaganlar dalilni keltirib, men qasmaga mandaq degan, o sizniki durust emas. Men buni sen Malikamga dedim, yana birigima dedim. Hozir yodimda yo'q. Xudo va'diga dedim. Qaysi biri daverman bu. Og'zim qapirib ketadigan bo'ldi. Bu daver. Nima u? Ahmoq quloqning mayiqidan kirib, mayiqidan chiqib ketadi. Bo'ldi u Sharq Turkistondan yo'q u. Uyg'uriston bo'ldi. Endi uni ulash degan bilan chatashtirib, yana birini bilan chatashtirishning hojati yo'q. Uyg'ur diyori. Bo'lmasa stan degan so'z, stoy, stansiya degan bor. To'xtaydigan. Vaqtda Uyg'ur diyori shu. Ana yurt. Ana Uyg'uriston degan so'z qattiqroq bo'lgan bo'lsa, ana diyarda namisa Uyg'ur yurti. Deb qilsa boshlanadi. Rahmat. Tinglarga salomat bo'linglar.